Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Solihning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchangizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu loyihani Oydin Solihning xotirasiga bag'ishlaymiz. 20-qism. Tovuq, tuxum va yog'lar. Tabiiy oziqlangan tovuqning go'shtini yesa bo'ladi. Yog'i taomlar uchun qo'llaniladi. Faqat gormon, antibiotik, vitamin va boshqa kimyoviy dorilardan tayyorlangan, qo'shimcha qo'shilgan yemlar bilan yetishtirilgan tovuq go'shti, tuxumi va yog'ini iste'mol qilish to'g'ri emas. B va AB qon guruhiga mansub kishilar tovuq go'shti tabiiy bo'lsa ham tovuq go'shtining hazmida qiynalishadi. Tovuq go'shtida ular uchun zararli protein mavjud. Bu protein metabolizmani sekinlashtiradi, immunitet tizimini zaiflashtiradi va kasalliklarni qo'zg'atadi. Xo'rozning yaxshisi hali qichqirmagani, tovuqning yaxshisi esa hali tuxumga kirmaganidir. Jambul, qora zira, chinnigul va shivit bilan pishirilgan xo'roz go'shti bo'g'inlar og'rishiga, gaz, oshqozon va ichak yallig'lanishlariga foydalidir. Tovuq go'shti aqlni kuchaytiradi, ma'nini orttiradi. Tovuq yemi. Bugun tovuq yemi sifatida geni o'zgartirilgan makka, loviya va bug'doy kabi qishloq xo'jalik mahsulotlari qo'llaniladi. Bundan tashqari, tovuq yemiga sun'iy protein, vitamin, enzim, gormon va antibiotiklar buzilishining oldini oluvchi moddalar va boshqa qator qo'shimcha moddalar qo'shiladi. Tuxum sarig'ining yanada sariq, po'stlog'ining rangli bo'lishi uchun yemga rang beruvchi E161 ham qo'shiladi. E161 ustida qilingan tadqiqotlar oxiriga yetmagan va inson sog'lig'i uchun zarari aniqlanmagan. Faqat bu moddaga tovuq yog'ida va tuxumida duch kelinadi. Tuxum. Toza, yangi tabiiy tuxumning oqi xomlay ichilganda zaharlanishni oldini oladi. Ovozning xirillashini tuzatadi. Protein, boyitilmagan yog' va mineral tarkibli tuxumni hamma yeyishi mumkin. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida yangi tuxumning yurak kasalliklari va yuqori xolesteringa aloqasi yo'qligi aniqlandi. Eng yaxshi tuxum tabiiy oziqlangan, endigina tuxum qo'yishga boshlagan tovuqning 1-3 kunlik tuxumidir. Haftada 1-2 marta tuxum yeyish kifoyadir. Faqat tuxum yeyishni yoqtiradiganlar haftada 3-5 marta tabiiy tuxum yeyishlari mumkin. Yangi tuxumni xomlay, qovurib yoki 3 daqiqa qaynatib yeyish foydalidir. 5 daqiqa qaynatib yesa ham bo'ladi. Bunday tuxum allergiya bermaydi. Ammo 5 daqiqadan ko'p qaynatilgan va 10 kundan o'tgan tuxum zararli hisoblanadi. Unli mahsulotlar yoki biskvit kabi shirinlik mahsulotlarida qo'llanilgan tuxum kukuni, pasterizatsiyalangan tuxumlar va muzlatgichda oylar davomida turib qolgan tuxumlarning proteinlari qon aylanishiga o'tib, og'ir zahar kabi ishlay boshlaydi. Buyraklarni sustlashtiradi va tanaga kuchli allergik reaksiya beradi. Tuxumning yangiligi quyidagicha bilish mumkin. Yangi tuxum tuzli suv ichiga solinsa, u idish tubida yotgan holda turadi. Tuzli suvda tik turgan tuxum o'rtacha, suv yuzida qalqib turgan tuxum buzilgan bo'ladi. Yangi tuxumning oqi shaffof, sarig'i yoyilmagan va elastik holda bo'ladi. Eskirgan tuxumning havo bo'shlig'i kattalashgan bo'lib, ichi buziladi. Bunday tuxum silkitilganda ovoz chiqaradi. Yog'lar. Inson vujudining yog'ga ehtiyoji bor. Hujayra devorlarida 50-60% yog' bor. Yog' teri ostida, a'zolarning va muskullarning atrofida to'planadi va a'zolarni tashqaridan kelgan xavflardan saqlaydi. Badanning issiq va sovuq yo'qotishining oldini oladi. Teri ostidagi yog' teriga elastiklik va go'zallik beradi. Yaralanish va yallig'lanishdan saqlaydi. Soch, qil, terilarni yumshatadi.
Bundan tashqari, yog' ham erigan vitamin va oziq moddalarni tashiydi va singishiga yordam beradi. Oshqozonni sekin tark etish sababli to'qlik hissini beradi. To'ymagan yog'lar omega 3 va omega 6 hujayra devorlarining tuzilishi, hujayraning o'sishi va bo'linishi, qon bosimi va xolesterin miqdorining muvozanatlashishiga, tomirlarda qon quyuqlashuvi va yog' birikishining oldini olishda, tomirlar zararlashishining kamayishi va tuzalishiga hamda immunitet tizimining ishlashiga yordam beradi. Inson badani ideal o'lchovdagi omega yog'larini zaytun yog'i, yong'oq yog'i, zig'ir urug'i va yog'i, yog'li baliq, yangi tuxum, semiz o'ti va urug'i, qichitqi o'ti va urug'i va barcha yashil bargli sabzavotlardan oladi. Loviya va kungaboqar yog'lari ham omega yog'iga boy. Faqat bugunga kelib ular yog' sinfidan chiqish arafasida. Chunki loviya va kungaboqar yog'larini ishlab chiqarishda faqatgina GM urug'lari qo'llaniladi. GM makkajo'xori, GM kungaboqar va ko'plab GM urug'lardan olingan suyuq yog'lar gidrogeneziya qo'llanmagan bo'lsa ham hazm bo'lmaydi. Chunki tabiatda mavjud bo'lmagan, yaratilmagan taom uchun hazm tizimi ham yaratilmaydi. O'simlik yog'lari azaldan urug'lardan sovuq siqish yo'li bilan olinar edi. Bugun esa yog' ekstrakti siqish mashinalari tomonidan 110 gradus Selsiy issiqlikda va yuqori bosimda toksik kimyoviy yog' ajratuvchilar yordamida olinadi. Qo'llanilgan bu issiqlik, bosim va kimyoviy ajratuvchilar boyitilmagan yog' kislotalarining uglerod bog'larini uzadi. Yakka radikal moddalar hosil qiladi va ulardan himoya qiluvchi E vitaminini yo'q qiladi. Bu jarayondan o'tgan zig'ir urug'i, kungaboqar va jo'xori yog'lari kabi o'simlik yog'lari saraton, qandli diabet, jigar kasalliklari va miyada yuzaga keladigan muammolarga sabab bo'ladi. Ekstraksiyadan keyin ba'zi yog'lar gidrogenlashtiriladi. Margarinlar, butkul va qisman gidrogenlashtirilgan o'simlik yog'lari bu guruhga kiradi. Gidrogenlashtirilgan yog'lar: kungaboqar, jo'xori, paxta yog'i kabi yog'lar yonish darajasini ko'tarish, chidamli holga keltirish va toza saqlash muddatini uzaytirish uchun gidrogenlashtiriladi. Gidrogenlashtirish suyuq yog'larning molekulyar tarkibiga yuqori bosimda katalizator bilan gidrogen atomlarini qo'shib, suyuq yog'larning kimyoviy tarkibini o'zgartirishdir. Yog'lar tabiiy bo'lsalar ham bu jarayondan keyin taomlik xususiyatini yo'qotishadi. 1940-yillardan boshlab qilingan tajribalarning ko'rsatganidek, gidrogenlashtirilgan yog'lar saraton, yurak va qon tomir kasalliklari, qand diabet, obezit, yuqori xolesterin, immunitet tizimi kasalliklari va boshqa bir qator muammolarning sababchisidir. Margarin ishlab chiqarilayotganda kungaboqar, loviya, xurmo va jo'xori yog'i kabi turli o'simlik yog'lari aralashtiriladi va nikel katalizator bilan gidrogenlashtiriladi. Bu jarayonda yog'da erigan glitserol va letsitin kabi emulgatorlar, A, D, E vitaminlari va margaringa ta'm va hid beradigan sariyog', zaytun aromati kabi tabiiyga o'xshash aromatlar qo'shiladi. Sitrik, laktik kislota, kaliy sabrat kabi turli saqlovchi moddalar, suv, yog'siz sut kukuni, tuz qo'shib aralashtiriladi. Buning natijasida margarinning kimyoviy tarkibi bilan plastmassaning kimyoviy tarkibi o'rtasida faqatgina bir molekula farq qoladi. Sintetik modda xususiyatlariga ega bo'lgan margarinni inson yoki hayvon hazm tizimining hazm qilishi imkonsizdir. Geni o'zgartirilgan urug'lardan olingan yog'lar, gidrogenlashtirilgan suyuq yog'lar va margarinlarning zararlari: hazm bo'lmaydi, to'qimalarda to'planadi, tomirlarni toraytiradi, qattiq tiqilishlarni hosil qiladi, qon bosimining yuksalishiga sabab bo'ladi.
ateroskleroz va koronar yurak kasalligi xavfini ko'paytiradi, jigarni buzadi, husnbuzarlarni ko'paytiradi, yomon xolesterinni oshiradi, yaxshi xolesterinni tushiradi, ona sutini kamaytiradi va sifatini tushiradi, immunitet tizimini zaiflashtiradi va saraton xavfini orttiradi, insulin faolligini tushirib, qonda qand miqdorini oshiradi. So'nggi yillarda Amerika va Yevropada gidrogenlashgan yog'lar va margarin taqiqlandi. Market peshtaxtalarini to'plab olib ketildi. Mahsulotlar islom o'lkalariga yuborilib, o'rniga zaytun yog'i va dumba yog'i olingan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Qizdirilgandan keyin turib qolgan yog'da yoki qayta ishlangan ozuqalardagi yog'da yog' oksidlanishi bilan toksik xususiyatdagi peroksidlar va mustaqil radikallar kelib chiqadi. Bu esa o'ta xavflidir. Shu sababdan qovurilgan va turib qolgan bodom, pista va araxis, chips, pechenye, turib qolgan tayyor taomlar va qovurishda bir martadan ko'p ishlatilgan yog'larni iste'mol qilish to'g'ri emas. Bodom, pista va araxis kabi mahsulotlarni qovurilgandan so'ng kuttirmasdan yeyish kerak. Pishirish jarayonida mustaqil radikal moddalar yuzaga kelishi sababli tabiiy o'simlik yog'larini ham bir marta ishlatish kerak. Hayvon yog'lari, ya'ni boyitilgan yog'lar esa OAB targ'ib qilgani qadar xavfli emas. Miyamizning taxminan 60% yog' kislotalaridan tashkil topadi. Buning yarmi boyitilmagan yog' kislotalari, qolgan yarmi esa boyitilgan yog' kislotalaridir. Boyitilgan yog'lar hujayra devorining 50%ni tashkil qiladi va hujayra metabolizmida muhim rol o'ynaydi. Ular suyaklarga kalsiy kelishini, jigarning toksinlardan himoyalanishini ta'minlaydi va yaxshi xolesterin miqdorini oshiradi. Bundan tashqari, hazm tizimi a'zolarini zararli bakteriyalardan saqlaydi, immunitet tizimini quvvatlantiradi. Go'sht o'z yog'i bilan pishirilsa, hazm bo'lishi oson kechadi. Go'sht o'zidan boshqa yog'da yaxshi hazm bo'lmaydi. Qon guruhi 0, B va AB bo'lganlar tabiiy oziqlangan hayvonlarning yog'ini go'shti bilan birga bemalol iste'mol qilishlari mumkin. Ammo hayvon go'shtini hazm qila olmaydigan A qon guruhiga mansub kishilar faqat hayvonni ich yog'ini taom bilan yeyishlari mumkin. Sog'lom kishining haftada 2-3 marta yog' yeyishi tanaga kifoya qiladi. Yog' iste'mol qilinmasa ham tana o'z yog'ini ishlab chiqaradi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 40 kungacha go'sht va yog'li narsa yemaslik axloqni buzadi, kishi tabiatini o'zgartiradi deganlar. Ko'p va zararli yog' tomirlarda kichik donachalar hosil qiladi. Bu donachalar qon bilan aylanib, xolesterin bilan qoplanishini boshlaydi va terining yog' bezlariga boradi. U yerdan husnbuzar va chivon shaklida teri ustiga chiqadi. Yuksak xolesterindan qutulish uchun xolesterinni dori bilan tushirmasdan oziqlanish tartibiga solish, zaytun yog'i, kunjut yog'i, rafinalanmagan paxta yog'i, saryog'i, quyruq yog'i yeyish, sarimsoqli dori ichish, jigarni tozalash kerak bo'ladi. Xolesterinni tushirish uchun bu tadbirning o'zi kifoyadir. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda.